toza havodan bahramand bo'laman deganlar uchun Toshkent shahridan uncha uzoq bo'lmagan Do'rmonda 2-4 sotixli 5 ta high-tech kottejimizni ko'rishga keldik. Tashqi qismida o'zini spesial zakaz qilingan archalari va yoritgichlari bilan, kirish qismida avtomatik darvozasi, keng hovlisi, o'zini yashil zonalari bilan, bu yerda yozgi oshxonasi ham mavjud, sanuzeli bilan birgalikda. Xonadonimizda umumiy 4 qavatdan iborat, podvali, 1-2 qavat va o'zini terrasasi. Xonadonimizni korobka holatda topshiriladi. Qani, 1-qavatidan ko'rishni boshlaymiz. Marhamat. Xonadonga kirishingiz bilan o'zini keng holli kutib oladi. Chap tomonda esa ayollarimiz uchun qishki oshxonasi. Tepa va pastki qavatlarga yetaklovchi zinalari. Bu yerda esa sanuzel va yotoqxona yoki boshqa maqsadlarda foydalanishingiz uchun alohida xonasi bor. Havo aylanishi uchun esa orqa tarafda kichik hovli qoldirib ketilgan. Ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bitta umumiy sanuzeli, farzandlarimiz uchun birinchi yotoqxona. Yonginasida esa yana bitta yotoqxonasi bor. Ikkinchi qavatdagi xonalardan biri kattalar uchun master yotoqxona sifatida qurilgan, o'zini garderobi hamda sanuzeli bilan birgalikda. Ertalabdan turib toza havodan bahramand bo'lish uchun esa oldi tarafga qaragan o'zini balkoni bilan. Bu esa o'zini terrasasi, yomg'irga chidamli qilib, brushatkalar ham qilingan. Suv ketish uchun tarnovlari ham mavjud. O'zini jozibador yoritish tizimlari bilan birgalikda. Xo'p, xonadonimizning ma'lumotiga keladigan bo'lsak, umumiy maydoni 524 kvadrat metr. Narxi esa $250,000 va ustida yana kelishimiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun Realty.ga aloqaga chiqing va obuna bo'lishni unutmang.